Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çaydır qarindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Ben dostumlar, qarindişinlar Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'un Fatih Süleymaniye'den sizlerge Allah'ınki cennet salam boğan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Degan salamni sizlarga yo'llagandan keyin bugungi tadbiriy sin darslarininki 35-si bo'lgan g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan bu cho'ng bir mazmun. Aslida shuning o'zi bir kitob qolladimi? Shuningga o'xshash bir kitob bor. G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuni deb naq o'zi emas. Şuna yakın bir kitap ama erkinken bu kitap yine qayta tercüme kılıp bizden halkımızga sungan qadirli qarindoshlar. Biz bunu bizimki tedbiriyay yani tedbir neşriyat tarafından neşr kılgan erkin sidik yazmaları kişilik teraqqiyot haqqidagi yazmalar 2. kısım degan bunu kullanıp tutup durgan kitaptan sizlarga birlikte öğünümüz. Mezmun biraz köp uzun boğaçqa, mesela 67. bettin 154. betkiçe devamlı işidiken bu mezmun. Bu kitapın işideki başka mezmunlarını mesela ortaklaşkan, onun aldı da biz galiplarının karakteri ve sabahları degan bunu kitaptımı birlikte öğünüp öttük qadirli qarindoshlar. Asaslı mezmunlar sizlarga tonuşturup ötüldü. Özünler eğer okumakçı bolsanlar kitapni biz temin etsek buludu qadirli qarindoshlar. Anda olsa bugünkü dersimizni başlaştım burun biraz jang qarırak çıkıp kaldı. Bunu biraz alp qilish uchun men nimeni chirog'ni yiqib o'tay qadirli qarindoshlar. Dersimizni başlamasak buludu canım dostlarım. Da olsa sizlerle vaxtını almay dersini başlayıp getiler. 67. bet. Yani bu Mart ayında asasen bunu bütünüşüne planladık inşallah. Planımız boyunca mağamız Allah nasip kısa. G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati bu maqolani Erkin Sidiq akamiz 2010-yili 10-oyning 18-kuni vatanimizdagi to'rbetlarda e'lon qilgan ekan. Biz kitobimizdagini o'qiylik. Men yaqinda Napoleon Hillning tushuntirishidagi o'ziga tortishning sirli qonuniyati degan bir inglizcha kitobni o'qidim. Bu kitobning İngilizce atılışı The Sacred Law of Attraction as Explained by Napoleon Hill. Bulup onun da özüge tartış kanuniyeti deb atıldığı bir kanuniyet, yani insanlar özü isteydiğin neselerini qandaq qılıp özüge tartıp ekilip şu arqalıq öz gayesini reallikqa aylandırılaydıqanlıqı təfsili bayan qılınğan. Tüvendi mən bu kitabın ismini qısqartıp Napoleon'un kitabı deb atayman. Bu kitapta deyilişçe yakınqı zamanda keng taralğan medeniyetke en zor derece təsir göstərən nərslərinin biri aşu qanuniyet bulup qədimdən tartıp ta ki hazırki zamangacha ötken meşhur adamlarının hemmisi g'oyani reallikqa aylandırışının bu sirini bildiğin bolsumu ola başqalardan qızgınıp bu sirini aşkarlamay qoğdap kelgen depti canım dostlar. Qani bu sir nemiken biz birlikte öğünüşünü başlayalım. Men mezkur makalede aşı kitapta bayan kılınğan özüge tartış kanuniyetini tonuşturup ötümen. Bu kanuniyet g'oyani reallikqa aylantirish to'g'risida bo'lg'achqa, men u kanuniyet bilan g'oyani reallikqa aylantirish kanuniyatini o'xshash ma'noda ishlatman. Bu kitapta cemi 200 bet 11 bab bo'lib, uningdagi
o'ziga tortish qonuniyati jam'i 16 qonuniyatni o'z ichiga oladi ekan. Shundoq turibli nima uchun Napoleon bu qonuniyatning ismiga qonuniyatlari degan ko'p sonliqni ifodalaydigan so'zlarni ishlatmay, qonuniyati degan bir narsani ifodalaydigan yolg'iz sonliq so'zni ishlatganligi oydin emas. Mening farzimcha, buning sababi shu 16 qonuniyatlarning hammasi g'oyani reallikka aylantirish qonuniyatidan iborat bir qonuniyat uchun xizmat qiladiganligi yoki ular o'zaro chambarchas bog'langanligi uchun bo'lishi mumkin. Şolaşqı men okurmenlerden mezkur makalada tanıştırılgan kanuniyetlerinin hemmisini gayini reallıkka aylandırış kanuniyetinden ibaret bir asası mezmundan bir kısmı dep düşünüşünü ümit kılımen. Ben mezkur makalada aşı 16 kanuniyetlerinin hemmisini imkan kadar tuluk tanıştırışka tirişimen. Napolyon Hill'nin düşündürüşüdeki özüge tartışının sırlı kanuniyeti degen kitap 2008 yılı neşir kılınan bulup, o Napolyon Hill 1928 yılı yazgan 8 tomluk muvaffakiyet kanuniyeti Law of Success degen kitap bilen 1937 yılı yazgan Oylap Bay Buluş Think and Grow Rich degen iki kitapka asasen High Roads Media degen neşir şirketi tarafından tüzülgen. Kitapның her bir babıda yukarıdaki Napoleon'un iki kitabının aynen ilingan abzaslar bilen olanın arasıga neşir kılgıçılar kürgüzgen düşündürüşler babı olup, adam onu okuganda kitap mezmununun tüzülüşü anca ravan emestek bir hissiyatqa kiledikin. Şolaşqı ben mezkur makalada bu kitaptaki hukumlarını asasen aynen algan asasda mezmununu redlik kılışqa tirişimen. Şundaqla ben bu makalani bir qancha qismga bölüp yezip bitirmen. Bir kitaptaki mezmunlarını bir parça makala arqılıq tanıştırganda kitaptaki bir qism mezmunlar jazmen tushib qoladi. Shundaq bo'lg'achqa men inglizcha biladigan qarindoshlarga Napoleonning aslidagi ingliz kitobini bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Hem de vatandaki imkaniyati bor qarindoshlardan birisining mazkur kitobni uyg'urchaga tarjima qilib, nashr qildirish yo'lida tirishib beqishni umid qilaman. Men o'ziga tortish qonuniyatining qanday meydonga kelganligini tushunish, mazkur qonuniyatning o'zini to'liq tushunish uchun nihoyat zo'r ekanligini his qildim. Shundoq bo'lg'achqa men maqolaning keyingi bo'limida mazkur qonuniyatning asosli tükpikarlarini qisqacha tanishtirib o'taman. Birinci, bu kanuniyetinin mühim töhpikarları. Qaysi kanuniyet? Gayini reallıkka aylandırışının sırlı kanuniyetinin. Birinci, Andrew Carnegie 1835'ten 1919 yıllık yaşaptıken Andrew Carnegie. Özüge tartış kanuniyetinin bir kitap bulup yazılıp çıkışıga asas türkü boğan kişi Andrew Carnegie'den ibaret. O bir sanatçı ve sahavetçi bulup, o 1835 yılı Şotlandiya, yani Scotland'da doğulgan. O 13 yaşga kirgende Amerikaga kelgen. Hem de ösmürlük devriden tatip, paxta zavod işçisi, telegraf habercisi, telegraf xat urg'uchisi, Pensilvaniya Tömür Yol Şirketi başlığının sekretari, şirketinin Pensilvaniya şöbesinin başlık qatarlı hizmetlerini ödep bakkan. O 1865 yılı özünün tömür yollar üçün tömür kövrük yasaydıgan şirketini kurgan. Andın o şirketini tüvendekiler kengaytken relis, poyuz motori, tömür plat zavodu, yani plat tömür deyimiz adette, kömür kani, polat tavlaşqa işletidigan kömürünü təminləş üçün özünün kömürünü toşuydiganğa işletidigan tömür yolu. 1899 yılı Amerikadaki polatның 25% Carnegie'nin şirketi çıqargan. Onun şirketi keyin Amerika Polat Zavod degan dünyadaki en çoğ şirketlerinin biri bolgan. O yana kütüphane kurgan, ali mektep ve çirkevlar üçün pul bergen,
nurg'un fond jamiyatini qurib chiqqan. Shu orqali kishilik huquq, dunyo tinchligi, axloq, ya'ni to'qinishning oldini olish, ma'arif, ilm-fan va san'at ishlari uchun tuhfalarni qo'shgan. Andrew Carnegie o'zining bir umrlik amaliyoti orqali o'ziga tortish qonuniyatini bayqagan bo'lib, u birisiga bu qonuniyatni mukammallashtirib e'lon qildirish arzusida yurganda Napoleon Hillni uchratgan. Men o'qigan kitobda o'ziga tortish qonuniyatining o'rnida Carnegiening siri degan ibora bu ko'p qatim ishlatilgan. Ikkinchi Napoleon Hill 1883 yildan 1970 yilgacha yashab ekan. Napoleon Hill 1883 yildagi Amerika Virginia shtatidagi bir kichik tog'liq kentda tug'ilgan bo'lib, u 9 yoshga kelganda opasi o'lib ketgan. U dastlabda u mahallasida beliga 6 tapancha esib yuradigan bir palvon bo'lib yurgan. Uning nəhayət yuqori so'zlash talanti bor bo'lib, 12 yoshga kelganda uning o'gay opasi Napoleonni bir to'g'ri yo'lga boshlash maqsadida uning tapanchalarini bir xat urish mashinasiga tegishgan. Napoleon 15 yoshga kelganda yerlik gazetga hikoya chiqarib yurgidek bo'lgan. O bir yil ilgari egilik boshqarish maktabida o'qigan hamda 19 yoshga kelganda bir ko'mirkan shirkatida 350 odamni boshqaradigan eng yosh boshliq bo'lgan. O Amerikaning Georgetown universitetida bir yil qonun o'qib, 1907 yilgacha bir yog'ochchilik shirkatida ishlagan. O shirkat taqilib ketgandan keyin Napoleon Washingtondagi bir muvaffaqiyat hikoyalari orqali boshqalarni ilhomlantirishni asosiy mazmun qilgan jurnalga muxbir bo'lgan. Mushu muxbirlik xizmatiga kirgandan keyin uning o'zi tanlagan birinchi vazifasi ayni davrdagi dunyoga mashhur arbob Andrew Carnegie'ni ziyorat qilish bo'lgan. O Andrew bilan suhbatlashish uchun bir juma kuni attigining 3 soatlik vaqtini olgan bo'lib, suhbat boshlangandan keyin uning vaqti orqa-orqadan uzrab, u jam'i 3 kun davom qilgan. Ya'ni Napoleon Andrewning uyiga juma kuni attigini borgan bo'lib, uning uyidan keyingi dushanba kuni attigini qaytgan. Shu qadamgi suhbat jarayonida Andrew Napoleonga o'zining boy bo'lish va muvaffaqiyat qozonish falsafasini tafsili so'zlab bergan. Hamda Napoleonning 20 yildan ortiq vaqt sarf qilib, eng dangli kishilarning muvaffaqiyat sirlarini tadqiq qilib, shu orqali o'ziga tortish qonuniyatini mukammallashtirib, u qonuniyatga o'zini to'liq ishontirgandan keyin mazkur qonuniyat to'g'risida odatdagi odamlarni muvaffaqiyatli bo'lish uchun foydalana oladigan amaliy usullarni tasvirlaydigan bir kitob yozib chiqarish va'dasini olgan. Shuningdek keyin Napoleon bir tarafdan o'zining muxbirligini qilib, yana bir tarafdan Carnegie projekti ustida tadqiqot olib borgan. Andrewning tonishtirishi bilan Napoleon ayni vaqtda eng zo'r darajada muvaffaqiyat qozongan 100 dan ortiq savdogarlar, sanoatchilar, kashfiyotchilar, olimlar, abturlar, artistlar ve her xil sahalarning liderleri, shundaqla 16 mingdan ortiq odatdagi xizmatchilar, shirkat boshliqlari va korxonachilar bilan ko'rishib, ular bilan suhbat o'tkazib, ularning ish bajarish usullari, uchirgan ta'sirlari va xususiy turmushlarini uzil-kesil tekshirish imkoniyatiga erishgan. Bu kishilar Napoleonga yana yangi dangliq odamlarni tunishtirgan bo'lib, ular Napoleonga o'zlarining muvaffaqiyat qozonish sirlarini so'zlab bergan. Shu kishilarning qatorida dunyoga dangliq kashfiyotchi Thomas Edison bilan Amerikadagi Ford mashina shirkatining qurg'uvchisi Ford qatorli kishilar bor bo'lib, Napoleon yana bir qism shirkatlar, hukumat doiralari, siyosiy yo'llar va Amerikaning prezidentlariga maslahatchimi bo'lgan. Shu tadqiqotning natijasida Napoleon 1928 yili 8 tomliq muvaffaqiyat qonuniyati Law of Success degan kitobni yozib e'lon qilgan. Onundan burun hech kim bunday bir asar to'plamini ko'rib boqmagan bo'lib, bu to'plamning e'lon qilinishi ayni vaqtda cho'ng bir hodisa bo'lib hisoblangan.
Bu kitaplar aynı zamandaki en köp setilgan kitaplar qatarida o'rin olgan. Ondan keyingi 9 yil ichida Napolyon keyingi birda-bir kishilar ichidagi ta'sir doirasi eng kuchli kishilar bilan ko'rishgan. Hamda ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Franklin Rooseveltga maslahatchi bo'lib ishlagan. 1937 yilga kelguncha uning bevosita suhbat o'tkazgan kishilarining soni 25 mingga yetgan bo'lib, ularning ichidagi 500 dan ortiq kishi shu vaqtdagi Amerika bo'yicha eng boy, ta'sir doirasi eng kuchli, butun Amerika jamiyatiga yordam etgan korxonachilar va liderlarni o'z ichiga olgan. Napolyon o'zining tadqiqotini yangilab va qaytadan redlab 1937 yili o'ylab boy bo'lish, Think and Grow Rich degan ikkinchi kitobini yozib e'lon qilib, dunyoga yana bir qatim tunilgan. Napolyon 1970 yili vafot bo'lgan bo'lsa-mu, uning fond jamiyati, uning torbat adresi mushu maqolning oxirida berildi. Hozir bu mavjud bo'lib turmoqda. Ilova g'arbliklar nishonni reallashtirish, g'oyani amalga oshirish va qilayotgan ishini muvaffaqiyatli qilish to'g'risidagi ilmiy nazariyalarga intayin ko'ngil bildirgan bo'lib, yuqorida tilga olganimdek Amerika prezidenti Franklin Roosevelt mo Napolyon xildek bir odamni o'ziga maslahatchi qilib olgan ekan. Uyg'urlar hozirgacha bunday ishlarda intayin ojiz bo'lib, men biladigan ishlarning ichida samimiy maslahat beradigan bilimli kishilar kuni yoki uchirgan muomalasi ancha yaxshi bo'lmagan misollar intayin ko'p. Shunlashqa men Uyg'urlar ilmiy usulda ish qilishni nihoyat kuchab o'rganish kerakligini izchil turda tashabbus qilib keldim. Mening ashunday tashabbuslarim ushbu temaga nihoyat uyg'un keladi. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib g'oyani reallikka aylantirishning sirli qonunidan ikki kishini to'nidik. Uchinchi kishi yangi tafakkur harakati. 1850 yildan 1930 yilgacha bo'lgan aralıqdagi harakatga Napolyonning eng yaxshi yillari bilan Andrewning boy va muvaffaqiyatli bo'lish darajasiga ko'tarilishi Amerikada elib berilgan yangi tafakkur harakati eng yuqori palla ko'tarilgan davrga to'g'ri kelgan. Yangi tafakkur harakati ijobiy o'ylashning ijobiy o'zgarish elib kelishdagi kuch qudrati degan mazmunga markazlashgan bo'lib, o 1850 yildan 1930 yilgacha davom qilgan. Bu hareketga nəhayət zor təsir göstərən kişilərdən birisi Phineas Quimby'den ibarət. Phineas Quimby ruhi kuch bilan odam davolaydigan dаңlıq doktor bo'lib, o o'zining boshqalarni davolay o'zining ta'siri bilan emas, kasallarning o'z ko'nglining kuchi bilan bo'lganligini bayqagan. Shuning bilan o tafakkur yoki xiyolning kuchi real dunyodagi amaliy o'zgarishni vujudga keltirdi degan nazariyani o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu nazariya ayni vaqtdagi yangi tafakkur harakatiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatgan. Shu harakat jarayonida ko'ngil ilmi, ko'ngil orqali odam davolash qatorliq bir qism yangi ilmni tasvirlaydigan kitoblar e'lon qilingan bo'lib, o kitoblarning bir qismini Quimby davolab boqqan kishilar yozgan. Aşı hareketga qatnashgan yana bir qism kishilar o'ziga tortish qonuniyatining yolg'iz salomatlik jihatdagi iqtidorli emas, boylik va muvaffaqiyat yaratishdagi iqtidorlarini tadqiq qilgan. Bu hukm inglizchada like attracts like deb atilgan bo'lib, o ko'ngilda saqlangan ijobiy o'y, ya'ni ijobiy xiyol, ijobiy ideya reallikdagi ijobiy natijalarni o'ziga tortib keladi deganni tashabbus qilgan. Shu chaqda mushu o'ziga tortish qonuniyati to'g'risida necha 100 parcha kitoblar yozilgan bo'lib, ularning ichidagi eng dangli kitob Napolyon Hillning O'ylab boy bo'lish degan kitobi bo'lgan. Qadrli qarindoshlar, bu kitobni bir turk qarindishimiz men bir shirkatda ishlagan
Şununki aksi o'qib ekan, shu turkchisini nihoyat yaxshi jonliq o'qibdi. Xohlasanglar men ivetib bersam bo'ladi. Yangi tafakkur hareketining asosiy aqidalari tuvandikidan iborat bo'lgan. Tuvandik aqidalar Napoleonning kitobidan emas, internetdagi boshqa materiallardan elindi. Cheksiz aql, infinite intelligence yoki Xudo hammaga qodir va hamma yerga taralgan bo'ladi. Ruh, spirit eng oxirgi reallikdir. Haqiqiy inson mijozi muqaddas bo'ladi. Muqaddaslik bilan tengshelgan tafakkur foydali keladigan ijobiy kuch bo'ladi. Hamma kasalliklar dastlabida ruhiy jihatdan boshlanadi. To'g'ri tafakkur qilishning kasalni davolashda unumi bor degan aqidalar ekan. Bu yerda eskartib qo'yish tegishli bir ish bor. U bo'lsa-mu Napoleonning kitobida cheksiz aql degan so'z va hukm intayin ko'p ishlatilgan bo'lib, kitobda bu so'z hargiz Xudo degan ma'noda ishlatilmagan. Ya'ni Andrew Napoleon bilan suhbatlashganda o'ziga tortish qonun to'g'risida kitob yozganda hargizmi uni dinga chetishlik qilib qo'ymaslikdan nihoyat qattiq topilgan ekan. Bunun sababi dinning bir qancha xillari bor bo'lib, har bir dindimi bir qancha mazhablar bor. Agar u qonuniyatni birer dinga yoki Xudoga bog'lab turib tushundirganda, cho'qim bir qism kishilarni xo'sh qilib, yana bir qism kishilarni norozi qiladigan ish kelib chiqatdi. Andrew bu qonuniyatdan hamma odam foydalanadigan bir ahvolni vujudga keltirish uchun dindan yiroq tutgan. Men yaqinda muvaffaqiyatning manbasi degan bir maqolani o'qidim. Bu maqolaning to'g'ri adresi mushu maqolaning oxirida berildi. Bu maqolaning avtori yoki manbasi to'g'risida uni chiqargan to'r betida hech qanday uchur berilmagan bo'lib, menga o bir ingliz kitobdan tarjima qilingan mazmundek tuyuldi. Bu maqolada yuqorida bayon qilingan to'g'ri tafakkur qilishning kasalni davolashda unumi bor degan aqidaga oid mundaq bir mazmun bor ekan. Ko'p qism kishilar tinchlantirish dorining ta'sirini biladi. Agar siz birovga ma'lum bir xil dorini mundaq ta'siri bor deb bergan bo'lsangiz, amaliyotda o dorining undaq ta'siri bo'lmagan taqdirdami, qarshi taraf o doridan yanada ashxol ta'sirini his qiladi. Roman Kashins kisal davolash jarayonida aqidaning bu xil kuch-qudratini bevosita his qilib yetgan. O mundaq deydi: Salomatlikni asliga keltirish jarayonida dori ancha zarur emas, zaruri aqidadir. Ma'lum bireylar bir qism kisal kishilarga qarata tinchlantirish dorisi sini qilib qolgan. O bu kisal kishilarni ikki guruhga bo'lgan. Birinchi guruhdagi kishilarga ularning bir xil yangi dori ishlaydiganligi va bu yangi dorining ularning og'riqini cho'qim pasaytirganligini uqtirgan. Ikkinchi guruhdagi kishilarga bo'lsa ularning bir xil sinoq dorisi ishlaydiganligini, bu dorining og'riqni pasaytiradigan yoki pasaytirmaydiganligini texi nayniq ekanligi qatorliqdan uqtirgan. Natijada birinchi guruhdagi kishilarning 57%i og'riq azobining ro'shan darajada yengillanganligini his qilgan. İkinci grupda bo'lsa faqat 25% odamlar shunday his qilgan. Amaliyotda bu ikki guruh odamga ishtilgani qilchi davolash qimmati yo'q, o'xshash xil dori ekan. Demak, bu yerdagi o'xshashmaslik faqat aqidadagi o'xshashmaslikdan iborat bo'lgan xolos. Yana bir misol olsak, bir qism kishilarga ziyonliq dori yegizilgan. Hem ularning buningdan bir xil foydali ta'sir his qiladiganligi uqtirilgan. Neticede ular darvaqa hech qanday ziyonliq ta'sirlarni his qilmagan. Bu xil tajribani ishlagan odam Andre Verning bildirishicha, dori yeguvchilarning his tuyg'usi o'zlari umid qilgandiki bilan tamoman tugidek o'xshash bo'lgan. O o'zining anqitam yegan odamni eg'ir besiq tuyg'uga bay tuz kislotasi yegan odamni bo'lsa ruhlangan tuyg'uga keltiradiganligini bayqagan. O mundaq deydi: dorining sehri kuchi qandaqdir dorining o'zida bo'lmasdan, balki dori iste'mol qilguvchining qalbidadir debdi qadrli qarindoshlar. Demak, bu sirli qonuniyatningki to'p fikrlarini bir qator tushunib o'tdik.
tanışıp öttük. Hem de ikinci mezmun arzu, nişan, gaye. Arzu, nişan ve gaye. Ondaki üçüncü mezmunumuz özüge tartışaki gayeni reallığa aylandırış kanuniyetini birlikte ügünümüz kadirli qeyrindaşlar. Emde arzu, nişan ve gaye. Ben 2010 yılı 8. ayda İstanbul'da açılgan Uygur Akademisi'nin 2. qatamlıq ilmi muhakeme yığınında mezkur timini doklat bergende doklatның timisini arzuni reallığa aylandırışның sırlı kanuniyeti deb algan idim. Mezkur makalenin timisini bolsa gayeni reallığa aylandırışның sırlı kanuniyeti deb aldım. Tüvende bu haqda qısqa düşençi berip ötümen. Ben mezkur makaleni tayyorlash uchun Napoleon'un kitabını qayta okudum. Neticede mundaq bir narsani his qildim. Napoleon'un kitabida arzuni reallık aylanırış degan ibarada arzula degan ma'ni bildirdigan İngilizce söz wishes bilan oy, xiyal, oy, fikir, ideya, tefekkür degan ma'nini bildirdigan İngilizce söz thoughts ni işletken. Eğer bu kanuniyetki mening nişan tiklashni bilishga tegishli ishlar degan maqolamda bayon qilingan arzu, nişan ve gayening aniqlamasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Napoleon'un kitabida ko'zda tutquni arzu bo'lmasdan gaye ekan. Mazkur maqoladagi mazmunlarni to'g'ri va to'liq hazm qilish uchun oldi bilan arzu, nişan ve gayening nima ekanligini hamda ularning o'zaro farqining nima ekanligini bilib bilish nihoyatda zarur. Shundoq bo'lg'achqa mening nishon tiklashni bilishga tegishli ishlar degan maqolani o'qib boqmagan qarindoshlar uchun yuqoridagi maqolani bu uch hukm haqidagi mazmunni bu yerga aynan ko'chirib kirgizib qo'ydim. O maqolani o'qib boqqan qarindoshlar bu bo'limni o'qimay keyingi bo'limga o'tib ketsinmi bo'laveradi debdi. Ayni biz o'qiylik qadrli qarindoshlar. Men bu yerda yana bir narsani eskartib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Gerçi mezkur makale mening burunqi nişan ve gaye to'g'risidagi ikki parcha maqolam. Eğer bu maqolalarni texi o'qimagan bo'lsangiz, mezkur maqolaning davomini o'qishdan burun shu ikki parcha maqolani cho'qim bir qatim o'qib chiqing. Ularning to'rbet adreslari mushu maqolaning oxirlarida berildi debdi. Bilan zich munosabatlik bo'lsinmi? O ikki parcha maqola mezkur maqolaning o'rnini ololmaydi. Yuqori deganimdek, Napoleon'un dunyoga danglik ikki parcha kitobi 1928 yil bilan 1937 yili yozilgan. Mening his qilishimcha 1940 yillari va undan keyingi yozilgan nishon, g'oya, liderlik, muvaffaqiyat qatorliqlar to'g'risidagi maqola kitoblarning ko'pinchisi Napoleon'un shu ikki kitobidagi ilmiy nazariyalarni asos qilgan bo'lib, men mazkur maqolada shu ilmiy nazariyalarning asas qismini qisqacha tunishtirib o'taman. Shunlashqa men barliq qarindoshlarga mazkur maqolani oxirigacha bir qatim o'qib chiqishini tashabbus qilaman. Tuvandagisi mening nishon to'g'risidagi maqolamdan ilingan mazmun. Arzu, g'oya va nishon degan so'zlarni hammamiz nihoyat ko'p ishlatib yoki anglab turibmiz. Lekin bu hukmlar orasidagi farqni hammalarning bilib ketishi notayin. Shundoq bo'lg'achqa men tuvanda ularning farqi ustida ozroq to'xtalib o'taman. Arzu deganimiz siz ehtiyojli bo'lgan, o'zingiz istaydigan yoki bir kun ega bo'lishni umid qiladigan, ammo uni qo'lga keltirishga hozircha haqiqiy turda bel bog'lamagan barliq narsalarni o'z ichiga oladi. Arzularni tepib chiqish bir erkin tafakkur qilish jarayoni bo'lib, bu jarayonda siz ularni qandoq va qachon amalga oshirish haqida qilcha o'ylanmasingizmi, bo'laverdi. Masalan, mening qanot chiqarib ushqim bor. Mening paloni qiz bilan yoki pokuni yigit bilan muhabbat bog'lig'im bor. Mening 4 xil chet el tilini so'zlaydigan odam bo'lg'im bor. Mening oliy maktabda o'qig'im bor. Mening 1000 kishilik bir shirkat qurg'im bor. Mening chet elga chiqib o'qig'im bor. Mening millat taqdirini tubdan yaxshilig'im bor deganlarning hammasi arzular bo'lib, ularning ba'zilarini amalga oshirg'ili bo'ladi. Ba'zilarini bo'lsa amalga oshirg'ili bo'lmaydi.
siz aldı bilen özünüz arzu kılgan narsalarni bir qog'ozga yezib, tizib chiqib, andin ularni muhimlik darajasiga ayirib, en ahırda ularning ishidagi qaysilarini amalga oshirish uchun tirishadiganligingizni qaror qilsangiz bo'ladi. Siz rostilla amalga oshirishni istaydigan bir arzuni topgandan keyin onu o'zingizning g'oyasi yoki nishoniga aylantirsangiz bo'ladi. Nishon deganimiz qisqa muddat ichida yetmoqchi bo'lgan, bevosita o'zingizning kontrollik ostida turadigan, o'zingizning zehniy kuchini markazlashtirgan, mazmuni konkret bo'lgan pallalarni ko'rsatadi. Nishonni to'g'ri tiklaganda o cho'ng natijalarni qo'lga keltirishning bir kuchli quroli bo'la oladi. Ammo uni to'g'ri tiklamaganda cho'ng natijalarni yaratishni cheklamalarga uchirtibmi qo'ydi. Yani eğer siz kichik nishonlar ichiga cho'kib ketsangiz, o'zingizning hayoti va istiqboli haqidagi cho'ng rasmlarni ko'rolmay, cho'ng yo'nalishni muvofiq kontrol qilolmay va oxirgi pallani to'g'ri tanlay olmay qolasiz. Eng oxirgi palla yoki cho'ng nishon bilan kichik nishonlar o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchi g'oyadan iboratdir. Men nishon haqida ushbu maqolaning keyingi qismida yana maxsus to'xtalib o'taman. G'oya deganimiz bir xil palla bo'lib, o sizning oxirgi yoki eng cho'ng umidingiz yoki orzuyingizni to'liq amalga oshiradigan palladan iboratdir. G'oya nishonga o'xshash har xil cheklamalarga uchramaydi. O cho'ng bo'lsa-mu hamda dastlabda amaliyotga uygun kelmaydigandek bilinsimi bo'laverdi. Shundaqla o nishondek markazlashgan va konkret bo'lmasin bo'laverdi. Ba'zi g'oyalar sizning bundan keyingi 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan hayotingiz bilan bog'langan bo'ladi. Ba'zilar bo'lsa sizning bir butun umringizga so'zilgan bo'ladi. G'oya sizning eng oxirgi manzilingiz. Nishon bo'lsa, shu manzilga yetish uchun ilib borgan safaringizning orliqdagi to'xtash nuqtalaridir. G'oya siz nimani istaydiganligingiz va uni nimishqa istaydiganligingizga vakillik qiladi. Nishonlar bo'lsa, sizni shu manzilga ilib boradigan planga vakillik qiladi, jinim do'stlarim. Erkin kamninki shu g'oya bilan arzu, nishon, g'oya degan 3 tane sözgü bergen iniqlamasını bir qator tushunib o'tdik, qadrli qarindoshlar. Hozir biz birlikda o'rganayotganimiz Erkin Sidiq akamizningki tadbir shirkatimiz tarafidan chiqargan kitobi bor. Shu kitobdagi ikkinchi kitobi bu akamizningki mazmunlar, qadrli qarindoshlar. Endi g'oyani reallik aylantirishning sirli qonuni degan bu maqolaninki 3-mazmuni bo'lgan o'ziga tortish yoki g'oyani reallikka aylantirish qonuniyati degan mazmunni birlikda o'rganamiz, jinim do'stlar. Har bir inson o'zining xiyoli yoki tafakkurini o'zi kontrol qilish tug'ma talantiga ega. Agar siz ko'nglingizda bir muhim xiyol yoki bir muhim arzuni turg'izib, uni ko'nglingizda davomli saqlab tursangiz, sizning miyingiz shu xiyol bilan magnetlandi. Boshqacharoq qilib aytsak, magnetlashadi.
Başqacharoq qilib aytsak, odamning yushuruni engi bir magnitga o'xshaydi. Siz uni bir aniq maqsad bilan qo'zg'agan va taltukis to'yindirgan vaqtingizda o magnit shu maqsadni amalga oshirish uchun zarur bo'lganda hamma narsalarni o'ziga tortib akilishga intiladi. Mushu tariqada sizning magnitlashgan ko'nglingiz sizga o'zingizning orzusiga mos keladigan kuch-qudrat, odam ve şarait qatorliqlarni tartib akilib beradi. Qisqartib aytsak, siz o'z zehningizni markazlashtirgan ve ko'nglingizda saqlagan bir ideya o'ziga o'zi bilan o'xshash mohiyatdagi o'y ve ideyalarni tartib akiladi. Eğer sizning ko'nglingizga fikringiz bir alayli narsa bo'lsa, onu o'zi bilan o'xshash narsalarni o'ziga tartib o'ylagan narsangiz sizga haqiqiy dunyodagi real narsa bo'lib keladi. Yuqoriqilar o'ziga tartish qonunining eng asosiy mazmunidan iborat. İngilizce'de like attracts like degan bir ibora bor bo'lib, uning ma'nosi her bir narsa o'ziga o'zi bilan o'xshash narsalarni tortadi din iborat. Dünyada bunun misallar intayin köp. Mesela, eğer siz bir yerge bir tal buğday urugunu terip, onundan 30 santimetre yiraklıkka bir tal konak urugunu terisiniz, gerçi ula okşaş bir yerden uzaklangan bolsumu, buğday urugudan bir tal buğday, konak urugudan bir tal konak ösüp çıkıdı. Yani, okşaş bir yerde tuğsumu buğday özü bilen o'xshash narsalarni tartib kelib, buğday bo'lib o'sidi, qo'naqmi ham shunda qiladi. Hargizmi bir tal buğday sapqining bir shexida buğday, yana bir shexida bo'lsa, arpa o'sib qolmaydi. Ya'ni bu o'simliklar hargizmi xatolashib qolmaydi. Ilova, agar siz o'zingiz biladigan odamlarni obdan kuzatib baqsangiz, bundaq bir ishni bayqaysiz. Ahmaq, samimiyetsiz, içqutur, iflas ve rezil adamlarının etrafıga, yani şu ahmak, samimiyetsiz, içqutur, iflas ve rezil adamlar toplangan, ya ki bu olmasa, ularının aralışıdığan adamları köpünç aldı, yani şu üz bilen o'xshash xildagi adamlar bo'lgan. Adil, mert, yaxshi xislatlik, bilimlik ve iqtidorlik adamlarning etrafıga bo'lsa, o'xshashli adil, mert, yaxshi xislatlik, bilimlik ve iqtidorlik adamlar toplangan. Ya ki bo'lmasa, ularning aralashadigan adamlar ko'pincha holda, yani şu o'zlari bilan bir xildagi adamlar bo'lgan. Qadrli qarindoshlar, yani xilini topadi degan gap bor bizning Uyg'urchada, shu gap shu. Men 2000-yili Guangzhouga mangan vaqtimda öydekiler şundak qattiq qarshi chiqqan bo'libmi dadam rahmetlik, Allah makanı cennet qilsin. Anam yine şu xilini topadi balam deb yine bizning aqlimizda tug'an. Anam hozirmi hayat, elhamdülillah İstanbul'da bizden birge kurashib turimiz doim. Demek her qandaq bir adam o'zining xilidagi adam bilan aralashadi. Xilini tapıdı degan meselemi endi nimishqa qarshi chiqdi degan bo'lsangiz, endi Guangzhou deganda olib qochdi, o'g'ri, yolg'on, fohisha, oqsatadigan, jozixo, qora jamiyat. Men 2000-yillarda deyapman. Ashundaq odamlar yomon chiqdi. Shunlashqa bak qo'rqqan bo'lishi mumkin, bizning amonligimizni ensirgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, atani bo'lgan her kişi ensireydi. Biz mi balımızın ensireyimiz mesela? Bir iş çıkıp kalmasın depçi. Aynı o'xshash iş. Lekin bu bir qonuniyatken, qadrli qarindoshlar, bunu biz hayatımızda yaşadık. Bu yerde her bir adam qat'iy as tutması bo'lmaydigan bir muhim ish bor. O bo'lsa-mu bu dunyoda hech nima bermay turib bir narsaga erishadigan ish yo'q. Bir qism nadon yoki go'dak kishilar buni tushunmay, men bir narsani nihoyat qattiq orzu qilaversam yoki Xudodan tilaversam, men unga bir kuni cho'qim erishalayman deb o'ylaydi.
ma'lum bir narsaga o'lgudek ehtiyojli bo'lib qolganda mangu yuz bermaydigan ishga umid bog'lab turib qoladi. Bir narsaga arzu qilish yoki kecha kunduz o'ylash orqali erishgili bo'ladi. Androkarlik haqiqatan mu ashundaq nadammi? Napoleon Hill ashundaq bir ahmoqona ish uchun haqiqatan mu 30 yil vaqtini isrof qilganmidi? Arzu qilgan narsaning o'zligidan reallikqa aylanishi bilan bir o'yning bir reallikning namoyandasiga aylanish o'ttirisida intayin zo'r farq bor. Bir o'y yoki bir arzu yangidan vujudga kelgan vaqt bilan o eng oxirida amalga oshgan vaqtning oralig'ida yuz bermasa bo'lmaydigan bir talay ishlar bor. Mushu yerda mening nishon va g'oyat to'g'risidagi ikki parcha maqolamni eslab baqing debdi. Ba'zi odamlar bir narsani intayin qattiq arzu qilib, onunga erishganda kuni qaysi darajada erishgan kuni qaysi darajada yaxshi bo'lganligi to'g'risida to'xtamay, uxlamay tushkurdi yoki quruq xiyol qiladi. Yani bazı adamlar bo'lsa bir narsani intayin qattiq arzu qilib, qandoq qilganda shu narsaga erishadiganligi to'g'risida to'xtovsiz o'ylanadi va izlanadi. Bu ikki xil odamlar o'rtasida nihoyat zo'r farq bor. Hamma odamlar o'z hayotida nurg'un pul, bir yaxshi xizmat o'rni, nom shuhrat ve yuqori inovat qatorliq yaxshi narsalarga erishishni arzu qiladi. Ammo ko'pincha kishilar arzu qilish bosqichining nerasiga o'tolmaydi. O'z hayotida erishmoqchi bo'lgan narsalarni nihoyat aniq biladigan hamda ularni qo'lga keltirishga qat'iy iroda bog'lagan kishilar hargizmi arzu qilish bosqichida to'xtab qolmaydi. Ular o'z arzularida bir kuyib tug'an istak darajasiga ko'tarib, o istekni amalga oshirish yo'lida bir mukammal plan tuzib, shu plan bo'yicha to'xtovsiz tirishchanlik ko'rsatdi. Kishilar o'z tirishchanlik orqali erishgan boylik va moddiy narsaning hammasi dastlabda o'zi istaydigan narsa to'g'risidagi bir intayin aniq va ixcham ko'ngil manzarasi shaklida boshlanadi. Bu ko'ngil manzarasi cho'ng'ayganda yoki u majburiy holda adamning bütün vücudunu kaplagan bir xiyal derisi götürülgende onun kontrollüqi adamning yuşurun eniği ötüp gitidi. Mana şu noktadan başlap adam şu köngül manzarasiga maddi jihatdan ekvivalent, yani tangdaş bo'lgan narsaga tortiladi. Jalb qilinadi yoki yetaklanadi. Siz istaydigan narsa pul yoki bir mashina bo'lsa, sizden aşı narsalarni ko'z oldingizga keltirishingiz bilan la hergiz bu o pul yanchiqingizda paydo bo'lib qolmaydi yoki o mashina ishingizning oldiga kelib to'xtamaydi. Siz nurg'un pul, bir mashina yoki boshqa bir moddiy narsaga erishgan vaqtdagi ahvolni ko'z oldingizga keltirganda sizning amaliyot qilgan ishingiz o'zingizning aşı ishni qilish qobiliyatingizning borligidan iborat bir aqidaga özünüzü işendirishdan ibaret bo'ladi. Siz özünüzün istiki to'g'risidagi bir canlıq tasavvurni vujudga keltirganda bu tasavvur sizden yushurun engingizga qattiq o'rnab ketadi. Andın o sizden yushurun engingizdagi boshqa uchurlar bilan bog'lanadi va ular o'zaro ta'sir ko'rsatishadi. Shuning bilan siz avtomatik holda yig'ib mashina oladigan pulni qanday qo'lga keltirish haqida texmi ko'p ve texmi yaxshiroq ideyalarni o'ylab chiqa olasiz. Demak, istakning oxirgi natijasini ko'z oldiga keltirish hargizmo konkret narsalarni vujudga keltirolmaydi. O faqat yangi ideya ve zarur pozitsiyalarni vujudga keltiradi. Siz onun turkisi bilan o'zingizning burunqi pozitsiyasi bilan ideyasini o'zgartganda özünüzün xiyali işini yaşaş basqıçının əmili iş qilish basqıçıga ötüsüz. Andın sizden tasavvurunuz emas, siz özünüz hərəkət qolunub, konkret işlarni əməlgə aşırırsınız. İlave,
Men iş önemi yukarı kişilerin 7 adeti degan maqolamni tunuşturgan ikinci adet öz ko'nglidagi ishni onun ahiresinden başlaş bulup bu adet yukarıda sözlengen. Aldı bilen öz istikinin ko'ngil manzirisini vücutga keltirish bilen bütünley okşaş. Bu yazmada tilga ilingan eserlerinin tor adreslerini beripdi Erkin Sıdık akimiz. Mesela Napolyon Hill Fondi Cemiyeti naphil.org Nişan tikleşti bilişki tegişlik işler marifet to'g'rida bakken g'oya tiklashning 10 o'lchami o'mushaydi ekan. İş önümü yukarı kişilerinin 7 adeti muvaffaqiyatning manbasi degan maqollarga qarab chiqsak bo'ladi ekan qadrli qarindoshlar. Shunday qilib bugun g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan dersninki 4 ders bo'ladi. Bu jami 4 hafta so'zlaymiz qadrli qarindoshlar. 83. bet kişi planlagan mezmunni mishada tugutibdimiz. Nechlik vaqtimiz o'tdi qarab baqala. Yani 46 minut so'zlabdimiz. Asrning vaqtimi bo'ldi qadrli qarindoshlar. Endi biz 83. betdan tortib kelarki soatda so'zlanadigan mazmunlarning temisini bir qata so'zlab o'tay. O'ziga tartish qonuniyati qandoq va nima uchun unum berdi? 5. istak yoki intoyin aniq asosiy nishon. 6. o'ziga bo'lgan e'tiqod va odat qonuniyati deganlarni o'rgandik kelar hafta mushu soatlarda. Bugun biz o'rganganimiz g'oyani reallikqa aylantirish sirli qonuniyatidan bu qonuniyatning muhim tövfikarlari, arzu, nişan ve gaye ular arasındaki fark, özüge tartış yoki g'oyani reallaştırış qonuniyati deganni birlikte o'rgandik jinim do'stlar. Anda bo'lsa kelar soat yani yaxshi mazmunlarni o'rganish uchun sizlar bilan sizlarni Allohning o'ziga omonat qilaman qadrli qarindoshlar. Agar bu mazmunlarni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar boshqalar bilan paylaşinglar. Agar bu kitoblarni men o'qiydim desanglar Erkin Sıdık akimizning tor betidan tushirib olsanglar bo'ladi. Agar bu kitobni qo'limizda tutib o'qiydik desanglar biz sizlarga ivetib bersak biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.